ayolligini rad etadigan, o'zini ayolligini his qilmaydigan ayol erkaklashib ketadi va erkak bilan raqobatchi bo'lib qoladi. Bilasizmi, qancha oilalarni men bilaman, o'zini eriga raqobatchi, o'zini his qiladi ichkarida. Erim qilmayapti-ku deydi, men o'zim ko'rsatib qo'yaman qanaqa qilishni deydi. Eri mana bozor qilib kelishadi, deylik o'sha bir qop un tursa agar, hoy demasangiz bo'yniga olib kiradi shu narsani. To'xtang. Siz qachonki turmush o'rtog'ingizga inson "Mana lampochkani almashtir" desangizda, u sizga bugun emas, ertaga, erta emas, indin desa-yu, siz nima qilasiz? Jahlingiz chiqadi ichingizdan, "Men senga ko'rsatib qo'yaman, o'zim alishtiraman" deysizda, borasiz, o'zingiz alishtirasiz, kimnidir olib kelsangiz ham boshqami, lekin nima qilasiz? Isbotlaysiz. Eringizga zo'rligingizni isbotlaysiz, undan kuchliroq ekaningizni isbotlaysiz. Mana shu isbotlash va bu pozitsiyaga kirib qolmang qizlar. Bu juda xavfli. Siz bunda ayolligingizni rad etasiz, o'zingizda qayerdadir eringiz bilan raqobatchi bo'lasiz va ikkinchi erkak oilada paydo bo'ladi. Bunday ayollarga esa ishoning xiyonat qilishadi.